Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan klassik uslubdagi shim konstruksiyasini, demak, ya'ni andazasini tayyorlab olamiz. Eng oson usulda tezroq, ya'niki tezroq rezultatga olib chiqadigan usulda sizlarga o'rgataman. Shim konstruksiyasi, ya'ni shim bichimi bo'yicha juda ham ko'p ishlaganman. Shim har xil shim asoslarini ko'rib chiqqanman. Shim turlari, ya'ni o'sha konstruksiyalari juda ham har xil chiqariladi. Nemetskiy metodda, ya'ni o'sha Müller-Isen metodida, italyanskiy metodda, rossiyskiy metodda, demak, va boshqa har xil metodlarda shimlar ishlanadi. 5 ta 6 xil metodda shimni ishlab ko'rganman. Avval ustozlardan o'rganishdan avval kitobdan qarab turib, ancha yil o'sha kitobdan o'zimcha o'rgangan konstruksiyam bo'yicha ishlab yurganman, lekin unda kamchiliklari bor edi. Undan keyin yana boshqa xil metodlarni o'rgandim. Har xil shim metodlarini o'rganib, hozirgi paytda o'zimga kerak eng qulaylaridan foydalanaman. Vaziyatga qarab, isih yo'nalishida boshqa xil, klient bilan ishlaganda, individual qomatlarga ishlaganda hammasini o'z joyi bor. Xo'p, bugun sizlar bilan o'sha shim metodlarida eng orasida tezroq o'rganadigan, ya'ni demoqchi bo'lganim soddaroq, o'rganishga osonroq, siz umuman umringizda shim tikib ko'rmagan bo'lsangiz ham, demak, chiza olishingiz mumkin bo'lgan konstruksiyani bugun sizlar bilan qilamiz. O'zi aslida Müller-Isen metodida qilingan shim o'tib bermoqchi edim, lekin o'ylab qarasam, Müller-Isen metodidagi shimni hamma ham umuman tikuvchilikdan xabari yo'q yoki biror marta shim tikib ko'rmagan qizlarimiz o'zlashtirishi qiyinroq bo'ladi va juda ham ko'p vaqtimiz ketib qoladi. Müller-Isen metodidagi shim asosini chiqarish ozgina murakkabroq, shuning uchun osonroq, sizlarga qulayroq uslubni tanlashga qaror qildik. Bunda ham men ancha yil shu uslubda shim tikkaman, hozir ham joyiga qarab turib foydalanamiz va sizlarga ham shuni, demak, o'rgataman bugun. Buni ham bemalol, demak, klientlarda hamma joyda qo'llasanglar bo'ladi shim konstruksiyasini. Shim konstruksiyasini, demak, chizishimiz uchun men sizlarga kamerada yaxshiroq ko'rinsin deb qalamda emas, ruchkada emas, flomasterda yozib oldim. Shim uzunligi kerak bo'ladi, ya'ni klientimizdan olingan o'lcham bizda 100 cm o'lchangan. Undan keyin bel aylanasi kerak bo'ladi. Demak, klientimizning bel aylanasi va uni 2 dan 1 va 4 dan 1 kerak bo'ladi. Ya'ni bel aylanamiz yarmi va bel aylanamiz yarmini yana yarmi. 2 dan 1 va yana 2 dan 1, 4 dan 1 deb qo'ysak to'g'riroq bo'lar ekan. Bo'ks aylanasi kerak bo'ladi. 94 ekan, uni yarmi 47, yarmi 23.5. Va pastki poycha kengligi 46 o'lchaganmiz biz, yarmi 23 bo'lar ekan. Demak, mana shu o'lchamlar bilan biz hozir shimimizni konstruksiyasini ishlab chiqamiz. Endi nima qilamiz? Bu o'lchamlardan foydalanib, matoni ustiga birdaniga shimni andazasini, ya'ni konstruksiyasini chizib turib ishlab ketsak ham bo'ladi. Ya'ni bez andaza matoni o'zida ishlab ketsak ham bo'ladi. Lekin hozir biz sizlarga tushunarli bo'lishi uchun andaza qog'ozda birinchi chizamiz, chunki santimetrlar yoziladigan joylar, formula yoziladigan joylarni yozamiz. Undan keyin matoga qo'yib joylashtirib bichamiz. Lekin sizlar alohida ham andaza qog'ozga qilmasdan turib, biradulasi matoda bichsanglar ham bo'ladi, agar primoy klassik shim bo'ladigan bo'lsa. Demak, endi birinchi o'rinda biza shimni oldi qismi chiziladi, qizlar. Shimni birinchi oldi qismini chizamiz. Undan keyin orqa qismini chizib olamiz. Oldi qismini chizish uchun
tekis liniyamizni birinchi chizib olamiz. Tekis qilib chizib olamiz. Endi tekis qilib chizib oldik. Endi mana bu joydan boshlang'ich joyini belgilaymizda shim uzunligini qo'yib olamiz. Andazada ishlaganda chok haqqisiz ishlaymiz qizlar. Chok haqqini matoda beramiz. Demak, biza 100 cm edi-ku, o'sha 100 cm da mana belgilab olishimiz kerak. Va tagini chizib olamiz. Bizga mana shu 100 cm kerak xolos mana. Tepadan ham mana shu yergacha kerak. Chok haqqisiz hech qanaqa. Mana. Xo'p, chizib oldik. Endi bizga ko'ylakda xuddi bel chizig'i, bo'ksa chizig'i qo'yganimizdagi shimda ham o'tirish chizig'i balandligi va tizza chizig'i balandligi kerak bo'ladi. Mana bu joydan, demak, mana bu chizig'imiz bel chizig'i bo'ldi. Bel chizig'i. Pastki esa etak chizig'i bo'ldi. Pastki yozamiz. Etagi bu. Böyle. Sizlarga osonroq tushunishlaringizga osonroq qilib yozishga harakat qilaman. Ya'ni kitobiy tilda emas-da, sizlarga osonroq variantda bel chizig'imiz va pastki etak chizig'i bo'ldi. Va biz hozir o'tirish chizig'i balandligini topishimiz kerak bo'ladi. O'tirish chizig'i balandligimizni qanday topamiz? O'tirish chizig'i balandligimiz bo'ksa aylanasidan kelib chiqadi. Demak, bo'ksa aylanasi 94, bizga 2 dan 1 kerak. Ya'ni 47. Diqqat bilan eshitamiz qizlar. 2 dan 1. Buni biz shimni razmeri deb olsak, masalan, razmer bizda 47 bo'lyapti. Buni razmer deb olasizlar. Demak, razmerimiz 47. Bo'ldi bizda hozir. Shu 47 dan, demak, razmerimizni 2 ga bo'lib olamiz. Ko'p joyda shu kerak bo'ladi. Demak, 47 dan 2 ga bo'lsak 23,5. Demak, o'tirish chizig'i balandligini qo'yishimiz uchun mana bu joyga yozaman qizlar. Aytib yozaman, mabodo sizlarga mana ko'rinmasa, o'sha podskaska qilib ketyapmiz. O'shandan qizilda yaxshi ko'rinmas ekan. Demak, qorada yozamiz. Razmer bo'lingan 2 plus 1 dan 2 gacha qo'shamiz. Pasadkaga qarab. Demak, razmer bo'lingan 2 plus 1 dan 2 gacha. Razmer bo'lingan 2 miz 23,5. 23,5 ga 2 ni qo'ysak, 23,5 ga 2 ni qo'shsak 25,5. Demak, bel chizig'idan 25,5 o'tirish chizig'i balandligi uchun qo'yamiz va liniyamizni tushirib olamiz mana. Ixtiyoriy hozirchalik. Endi tizza chizig'ini topishimiz kerak. Tizza chizig'ini topish uchun diqqatli bo'lamiz. Demak, o'tirish chizig'idan mana bu masofagacha, mana shu oraliqni demak o'lchaymiz va teng 2 ga bo'lib, demak, o'lchadik. Bizda 74 bo'lsa, 37 bo'ladi, teng yarimi. Demak, 74 37 mana. Demak, teng yarimi bo'ldi. Mana men bu yergacha. Shundan 6 cm tepaga chiqamiz. 1 2 3 4 5 6. Mana shu bizda tizza chizig'i bo'ldi. Demak, yozib qo'yamiz. O'tirish chizig'i bilan etak chizig'i oralig'ini o'lchab, yoniga kommentariya qilib yozib qo'ysanglar bo'ladi. Demak, o'tirish chizig'i bilan etak chizig'igacha masofa oralig'ini o'lchab 6 cm, mana bu gacha kelgan edi. 6 cm tepaga ko'tarib, demak, biz tizza chizig'ini topdik. Yozib qo'yinglar. Demak, bu o'tirish chizig'i, tizza chizig'i, demak, etagi poychasi bo'ldi. Endi biz kengliklarni o'sha topishimiz kerak. Biz ixtiyoriy liniyani tushirgan edik. Endi bu tarafga kengligini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi kengligimiz xuddi bu ham razmerovkadan chiqadi. Demak, razmerimiz 47 bo'lganda
razmer bo'lingan 2 plus 2 qilib topamiz. Razmerni 2 ga bo'lsak 23,5 edi. Bunga ham plus 2 qo'ysak 25,5. Bu tarafdan bu tarafga 25,5 ni qo'yamiz. 25,5. Mana 25,5 ni qo'ydik. Xo'p. 25,5 mana bu joygacha keldi bizda. Endi bundan tepaga qarab turib ixtiyoriy chiziq chiqazib olamiz. Lehkiroq. Endi qizlar qalamda chizasizlar. Qalamda chizganingizda xato qilgan joylarni o'chirish osonroq. Men sizlarga yaxshiroq ko'rinsin uchun, demak, flomasterda qilyapman. O'zi qizlarga, o'quvchilarga umuman flomasterda ruchkada ishlashga ruxsat bermayman. Faqat qalamda ishlaymiz, chizmamiz toza chiqishi uchun. Qalamda ishlasak sizlarga yaxshi ko'rinmay qolishi mumkin. Demak, sheracha topib oldik. Buni yozamiz qizlar. Razmer bo'lingan 2 plus 2 qo'ydik. Bundan bungacha. Endi og'u uchun chiqishimiz kerak. Og'u uchun razmer bo'lingan 10 qilib chiqamiz. Mana yozib olinglar. Razmerni 10 ga bo'lsak, hop. Razmerni 10 ga bo'lsak 47 razmerimiz 10 ga bo'lsak 4,7 bo'ladi. Salkam 5. Mana. Endi tepa tarafga razmer bo'lingan 10 ga plus 1 qilib chiqamiz. Ya'ni bu taraf 4,7 bo'ladi, bu taraf 5,7 bo'ladi. O'shanda demak yozib qo'yaman. Razmer bo'lingan 10 plus 1 qilib bundan bungacha chiqdik. Va mana bunaqasiga diagonalini 2,5 qilib olib shimimizni og'ini chizib olamiz. Shimimizni og' qismini chizib olsak bo'ladi. Demak, bu taraflar og'larimiz chiqdi. Endi strelka chizig'ini topishimiz kerak. Demak, klassik shimda bizda strelka bo'ladi. Demak, strelkamiz og'i bilan mana bu eng chekka chizig'imiz, demak, teng o'rtasini olishimiz kerak o'lchab. Demak, menda hozir 31, 2 ga bo'lsak 15,5 dan bo'ladi. Demak, 15,5 qo'yib, shundan strelka chizig'ini chizamiz. Tepagacha va pastgacha polni chizib olamiz. Shu joyda bizda dazmolda taxlam tushadi. Demak, bu strelka chizig'i. Yozib qo'yamiz. Strelka. Xo'p, o'zlaringizga tushunarli qilib, chiroyli qilib yozib olinglar. Strelka chizig'imiz bo'ldi. Endi pastki qismiga kelamiz. Bu yog'imizni ham yopib olishimiz kerak. Poycha kengligi qo'yishimiz kerak. Bu poycha kengligi hammani xohishiga qarab bo'ladi yoki klient xohishiga qarab. Bizda hozir masalan, например, 46 qilib olingan umumiy aylanasi, demak, mana bunaqa poychani общий aylanasi 46 bo'lgan. Demak, buni yarmi 23. Demak, bitta tarafi 23 bo'lish kerakmi? Yo'q. Oldi taraf shimda kichkinaroq 2 sm ga kichkina bo'ladi, orqaga nisbatan. Shuning uchun biza poycha kengligini 4 ga bo'lib olamiz. 2 ga bo'lsak 23, yana uni 2 ga bo'lsak, 23 ni 2 ga bo'lsak 11,5. Demak, mana 11,5. Demak, 11,5 ni strelkani bu tarafidan yana bu tarafga qo'yib berishimiz kerak edi. Agar teng bo'ladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek, oldi bizda kichkinaroq. Shuning uchun 11,5 dan minus 1 qilib bu tarafga, 11,5 dan minus 1 qilib bu tarafga. Demak, oldida ayriladi. Demak, 11,5 minus 1 qilib oldiga qo'yiladi. Oldi poychaga konspektda yozib qo'ysanglar bo'ladi. 11,5 plus 1 qilib orqa poychaga qo'yiladi. Ya'ni shunda orqasi kattaroq bo'ladi. Umumiy aylana bizda 46 chiqaveradi, lekin oldi minus 1 bilan qilib kichkinaroq, bu qilingan minus 1 ni orqaga qo'shib sal kattaroq
qilinadi. Endi 11,5 emas, bizda shunda 10,5 strelkamizni bu tarafiga, 10,5 strelkamizni bu tarafiga beramiz ekan. Va lineykada, uzun lineykada og'i bilan belgilagan joyimizni tekis qilib tutashtirishimiz kerak. Bizda uzunroq lineyka kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, bu lineykamiz ozgina yetmas ekan, uni uzunini olamiz. Demak, uzun lineykamiz bilan poycha chizig'ini birlashtiramiz. Bu временный и bu tarafi o'tirish chizig'ida tochkasi bilan bu yog'ini tutashtiramiz. Tutashtirdik. Endi mana как бы skelet paydo bo'ldi. Bu xuddi mushkoy obrazniga o'xshab qoldi, lekin bunday holatda ham qilinadigan modellar bor. Biz ozgina tizza tarafidan, chizig'idan ichkariga kiramiz. Forma berish uchun, chiroyliroq bo'lish uchun 1,5-2 cm gacha, demak, kiramizda. Kirgan chizig'imiz, demak, bizda kesiladi. Kirgan chizig'imiz kesamiz. Bu tarafi va mana bu oraliqda, ya'ni oyoqning ichki qismi bo'ladi. Buni ham sal sayqallasanglar bo'ladi nomiga. Ya'niki o'sha oyoqning ichki qismini formasini bergan holatda. Sal, ko'p emas, sal nomiga sayqallab olsak bo'ladi. Oyoqning ichki qismi formasi beriladi. Bu tarafini ham nabarotiga ozgina chiqarib berishinglar mumkin. Agar shimimiz torroq, ya'ni o'sha tepa tarafi yopishibroq turadigan obrazniy bo'lsa, keng bo'lsa kerak emas. Demak, past taraflarimiz bo'ldi. Mana shimimizni endi tepasiga o'tamiz. Tepamizda, demak, mana bunaqangi korobka hosil bo'lgan 1 cm ga ichkariga kirib, mana buni ozgina qiyaroq shaklda tutashtiramiz va 1 cm pastga tushadi. Yozaman, 1 bu yoqqa kirdik, 1 pastga tushdik. O'sha 1 pastga tushgan bilan mana buni tutashtiramiz. Tutashtirdik. Endi qaranglar qizlar, belimiz bo'ksani kengligi bilan ketgan. Belni qisqartirishimiz kerak, chunki belimiz ingichkaroq bizda. Belimiz bizda 68, ya'ni teng yarim 34, bizga 4 dan 1 kerak, chunki bu detalimiz andazan 4 dan 1. Bizda 17 ekan, 4 dan 1. 17 ga plus 2 qo'shib 17 ga plus 2 nima uchun qo'shamiz? Pribavka. Ya'ni qo'shimcha haq. Vitichka uchun qo'shimcha haq qo'shamiz, pribavka. Vitichka uchun 2 cm beramiz. Oldida 1,5-2 cm lik vitichka qo'yiladi. Ko'pincha. Demak, 2 cm vitichka uchun tashlaymiz va 0,5 dan 1 gacha harakatlanish haqqi uchun tashlaymiz, svoboda uchun. 1 cm tashlasak 17 ga 2 19, demak 20 cm qilar ekanmiz. Mana bu bir kirgan tochkadan bu tarafga qarab 20 qilib o'lchaymiz. Bizning klientimizni bo'ksasiga nisbatan beli ingichkaroq. Qolgan joyda mana bo'ksani formasini berib, demak, mana bunday qilib chizib olamiz. Mana. Demak, chizib oldik. Bizda oldi tarafimiz tayyor. Endi vitichkasini chizsak bo'ldi. Xo'p, vitichkamiz mana bu oraliqni demak, yon choki, bu taraf yon chokidan ichkariga 8 cm da kiradi va bo'ksa chiziq, o'tirish chizig'iga 90 gradusda chizib 9-10 cm lik
vechka bo'ladi va biz 1-1 tarafiga berdik. Umumiy 2 santimetrli vechka bo'ldi bu. Yozib qo'yamiz 9-10. Mana bu demak oldi tarafini tayyor. Xo'p, endi biz hozir buni kesib olishimiz kerak, chunki kesib olmasdan orqani chiza olmaymiz. Buni kesib olib, uni ustiga, demak, orqa andazani ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, kesib olamiz. Sizlar bitta oldin kichkina daftarga yoki o'zingizlarga qulay anaqaga diskga yozib olinglar. Chizib, nima qo'yganimizni yozib olinglar-da. Chunki ko'rganda baribir esda qolmaydi. Keyin xuddi mandaka qilib, andaza qog'ozda yoki materialda men bilan birgalikda video bilan ketma-ketlikda demak chizasizlar. Chizasizlar va birgalikda tikamiz keyin. Xo'p, o'sha biz kirgan chiziqlarimizdan kesyapmiz mana. Demak, kesdik og'larini va vechkasini ham bichayotgan payt kessak ham bo'ladi. Demak, mana oldi tarafimiz tayyor. Oldi tarafimiz tayyor bo'ldi. Endi uni orqa tarafni chizish uchun oldidan foydalanamiz. Ozgina. Demak, endi orqa tarafimizni chizish uchun oldimizni to'g'ri joylashtirib olishimiz kerak birinchi. Ya'ni mana bu demak chiziqlarimizga, enidagi chiziqlarimizga rovna qilib, mana biz o'zimizni listimizda ham liniyalar bor. O'sha liniyalarni to'g'rilab olamiz. Birinchi ahamiyat beringlar, ham bu tarafida, ham bu tarafida, ham tepasida joy qolsin, chunki orqa andazamiz bizda kattaroq bo'ladi. Mana hozir men joylashtirib olaman. Joylashtirdik. Har qayerdan ozgina qimirlab ketmasligi uchun bulavka yoki skotchlab qo'ysak ham bo'ladi. Bulavka qilsak menimcha osonroq. Demak, ozgina siljimasligi uchun bulavka qilib qo'yamiz, qochmasligi uchun. Joylab oldik. Endi tizza chizig'i, o'tirish chizig'i, etak chiziqlarini uzaytirib chizib olishimiz kerak. Tizza chizig'ini uzaytiramiz ixtiyoriy. Etak chizig'ini ham va o'tirish chizig'ini ham uzaytiramiz. Bel chizig'ini ham uzaytirib olamiz. Endi shu uzaytirilgan chiziqlar bo'yicha orqasini olib ketishimiz kerak. Orqa tarafimiz po'cha qismidan boshlaymiz. 2 sm u tarafga, 2
2 cm bu tarafga rovna kattalashtiriladi. Tizza chizig'igacha bir xilda. Mana 2 cm bu yoqqa qo'yamiz. Mana 2 bu tarafga qo'yamiz mana. Pastidan ham shunaqa. Demak, 2 cm bu tarafidan ham 2 cm. Va tekis tutashtirib, demak, tagidagi liniyalar bizga orqa chizig'imiz, andazamizniki. Demak, past taraf chiqdi. Endi tepaga qarab kelamiz. Endi tepada bizada yon tarafga orqa qismimiz bu tarafroqqa chiqib beradi. Razmer bo'lingan 10 plus 1 qilib mana bu tochkagacha chiqib oldik. Endi mana shu tochkadan orqamizni ham orientovkasi chiqadi. 1 cm shu nuqtadan ichkariga kirib, shu nuqtani orqa tarafga ko'chirishimiz kerak. Qalamni uchi bilan nima qilsanglar, mana ko'chadi. Bu tarafiga ko'chirib oldik. Endi shu liniyaga demak, bo'ksa chizig'iga urilguncha razmer bo'lingan 2 plus 2 qilib qo'yib olishimiz kerak. Razmerimiz bizada 47. 2 ga bo'lsak, 47 ni 2 ga bo'lsak 23,5. 23,5 ga 2 ni qo'shsak, demak 25,5 bo'ladi. Demak, xo'p. Demak, 1 cm qochirgan tochkamizdan lineykamizni qo'yamiz bu tarafga, bu tarafga bo'ksa chizig'imizdan 3 cm bu tarafga qarab o'lchab qo'yamiz. 3 cm ga qo'yamiz. Mana yozamiz. Bu yoqdan 1 cm kirdi. Va shu ikkalasini tutashtiramiz. Demak, mana chizib oldik. Endi shu liniyamizga, mana shu liniyamizga 90 gradusda lineykani qo'yib, bir kirgan tochkadan tepaga qaratib, demak, ixtiyoriy liniya chiqaramiz va shu bilan pastga ham o'tirish chizig'igacha tekis liniya tushirib olasizlar. Mana bu joyimiz bizda demak 90 gradus bo'lishi shart. Endi tushirib oldik. Shu chizig'imiz bizda orqa o'rtani chizig'i. Orqa o'rtaga buni tushirib olishimiz kerak. Orqa o'rtaga tushirib olish uchun, demak, mana bu tochkani belgilagan edik. Mana bu listimizni ozgina qayirib turamiz va mana bu tochka bilan shuni davomini tutashtirib olamiz. Bu yog'iga o'tkazib oldik, ya'ni kerakli liniyamizni. Endi buni yana qaytib ozgina sko'chlab qo'yamiz. Xo'p, endi bizga bu tarafi bel sohasini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Bel sohasini chiqarish uchun 2 bilan 3 tochkamizni birlashtiramiz. Birinchi navbatda birlashtirib oldik va og'ini chiqarishimiz kerak, orqa og'ini. Orqa og'i qizlar, oldida necha bo'lsa, mana bu og' chiqqanimiz orqada shu 2 barobarga ko'payadi. Ya'ni bizda 4,7 bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa yana bitta 4,7 qo'yishimiz kerak davomiga, ya'ni salkam 5. Ya'ni razmerni bo'luv 10 qilib ishlagan bo'lsak, orqada razmer bo'luv 5 qilib ishlaymiz. Orqada demak razmer bo'luv 5. Ya'ni bir barobar katta bo'lishi kerak. Va mana bu chizig'imizni chizdik. Xo'p, endi belga kelamiz. Belimizni orqa o'rta beli, demak, oldiniki nabarot bir ichkariga kiradi-ku, orqaniki nabarot teparoqda bo'ladi, balandroq bo'ladi. Shunda komfortli turadi. 3-4 cm yuqori bo'ladi. Biz 3,5 qo'ydik. Demak, mana bu tochkadan bu yoqqa 3,5 yurasizlar. Orqa o'rta balandroq bo'lishi shart. Kiyganda o'sha dumbani hisobi bor.
Endi bu tarafga qarab o'sha bel kengligini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda oldida 20 qo'yuvdik. Ya'ni 17 bel aylanasini 4 dan 1 kerak edi bizga 17. 17 ga 2 sm vitichka haqqi, 1 sm svoboda haqqi qo'shuvdik. Orqada ham 17 ga demak 3 sm vitichka qo'shamiz, chunki orqada vitichka kattaroq bo'ladi, 20 bo'ladi. 1 sm svoboda bilan demak 21 bo'ladi. Biz 21 qilib, mana 21 qayergacha kelsa belgilab qo'yib olamiz. Va shundan demak forma berib bo'ksamizni orqa tarafini ham chiqarib olsak bo'ladi mana. Demak chiqardik. Endi og'u tarafini chizishimiz kerak. Endi buni ochamiz biz hozir. Va mana buni qayirganimizda mana orqa og'imiz hali 4 burchak holatda turibdi. Endi orqa og'ini chiqarishimiz kerak. Orqa og'i sal nozikroq, oldiga nisbatan chuqurroq holatda bo'ladi orqasini og'i. Demak, orqamiz chuqurroq bo'lar ekan. Va mana bundan yarim 1 sm gacha demak kalta bo'ladi orqa og'imiz. Demak, bu orqa og'imiz chiqdi. Endi oldini olsak ham bo'ladi. Asosiy kerakli joylarini biz chizib bo'ldik. Ana demak mana bu oldini olamiz. Mana bizda orqamizning shakli chiqib berdi. Kerakli liniyalarni endi chizib olamiz. Bu kerakli liniyalarimiz. Kerakli liniyalarni chizdik. Strelkamiz orqada poychani qismini uzunligini 2 ga bo'lamiz rovna. Demak, hop 20 2 dan sal oshiqroq salkam 13 ekan. Demak, mana tizza aylanasini ham rovna 2 ga bo'lib topsanglar bo'ladi. Imini center kerak bizga. 3,5 mana. Demak, mana tizzagacha strelka chizig'i. U yog'i yana ixtiyoriy, keyin dazmollash jarayonida ko'rsatib beraman chiqarilishini. Va bizda vitichka bo'lishi kerak edi. Vitichkamiz orqa bel demak kengligini teng o'rtasida bo'ladi, oldidan farqliroq. Va orqa belimiz qiyaligiga 90 gradusda 12-13 sm da bo'ladi mana. Va 1,5 dan bergan edik biz. Obshi 3 sm li vitichka qilganmiz mana. Demak, 13 li qildik. Bu yog'imiz 3 bo'ludi. Yozib olsanglar, keyin demak kesib olamiz. Sizlarga tushunarli bo'lyapti degan umiddaman qizlar. Albatta buni yozib olib, tikib, amalda qilib, mustahkamlab olishinglar kerak. Birgalikda buni sizlar bilan bichamiz va birgalikda tikamiz. Shim mavzusida juda ko'pchilik qiynalganini ko'rganman. Juda ham ko'pchilik qiynaladi shim temasida. Bu shimni ham tikib ko'ringlar. Hali yana imkoniyat bo'lsa, Müller-Ising metodini shimlarini ham ko'rsatishga harakat qilaman imkon qadar. Müller-Ising metodini shimi ham juda ham idealniy boshqacha chiqadi. Bu shimni ham hozir o'zingizlar guvohi bo'lasizlar qanaqa chiqishini. Bemalol klientlarda foydalanaversangizlar bo'ladi keyin. Demak, kesib olaman.
Hozir qizlar bez primerka tikamiz buni. Sizlar bilan birgalikda ko'zinglarni yonida sira-sirazi bez primerka tikamiz. Lishniy qog'ozlarimizni olamiz. Bizada tayyor. Andazamiz tayyor. Va nasechka berishimiz kerak, ya'ni tizzamizga mana nasechka berishimiz kerak, qirqim. Vichkalarimizga nasechka beramiz mana. Va mana bu yog'ida bo'ksa, o'tirish chizig'iga. Oldida ham demak nasechka demak qizlar qirqim. Bu bichayotgan paytimiz juda kerak. Bo'ksa chizig'iga, o'tirish chizig'iga, bo'ksa chizig'i bilan adashtirdim. Xo'p, endi vichkamizga beramiz. Xo'p, va razmerini yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ili kimniki ekanligini, necha razmerda shim, kimniki, klientingizga esa klientingiz ismini yozib qo'yasiz. Endi buni birgalikda bichamiz. Xo'p, demak qizlar, bichishga o'tamiz. Klassik uslubda, demak, shimimizni bichish uchun bizga sultan matomiz hozir однотонный elektr kok 1.20 mato olganmiz shimimiz uchun va poyezlari ham chiqishi kerak. Endi qaranglar qizlar, mana bu tarafidan pastini, ya'ni tekislab olishimiz kerak birinchi o'rinda. Mana yaxshilab shu kromkasi tarafdan, agar kromka tortib turadigan bo'lsa, birinchi o'rinda kromkani kesib tashlaymiz. Hozir buni tekislab oldik. Mana shu tekislangan tarafga etagini qo'yib boshlaymiz. 2 sm cho'q haqqi uchun. Esingizda bo'lsa, andazada biz cho'q haqqi qoldirmadik. Endi cho'q haqqi tashlashimiz kerak. Demak, 2 sm cho'q haqqi uchun chizib olamiz. Mana 2 sm cho'q haqqi uchun chizdik. Endi birinchi oldidan boshlaymiz bichishimizni. Demak, mana oldi tarafimizda, demak, o'sha 2 sm ko'targan liniyamizga tekis holatda qo'yib olamiz. Yonidan cho'q haqqi qolishi kerak, o'shani hisobini olasizlar. Mana joylashtirdik, cho'q haqqi qoldirib turib. Va buni bulavkalab olamiz. Bulavkalaymiz. Yaxshilab bulavkalasanglar, bichishga qiynalmaysizlar. Sudralib, sirilib ketmaydi. Demak, endi bunga 1 sm dan hamma yog'iga aylantirib cho'q haqqi beramiz. Matoni orqa qismidan bichamiz qizlar. Demak, polni aylantirib 1 sm. Biz hozir gulfiglik shim qilmayapmiz. Ya'ni yonida zamochkasi bo'ladi shimimizni. Mana og'iga ham aylantirib berib chiqamiz va mana qirqim qo'yish uchun nasechkalar qo'yib ketdik. O'sha nasechkalarga atmetikalarimizni qo'yib ketamiz. Kesgan paytimizda, tikkan paytimizda kerak bo'ladi. Andazani to'g'ri chiqarsangizlar, shim tikish unaqa
ko'p vaqt oladigan proses emas, juda ham tez bo'ladi shim. Hop, mana chizib oldik. Bo'ksada nasechka o'tirish chizig'ida, ya'ni tuz va tizzada. Bo'ldi, kesib olamiz. Po'cha qismiga cho'q haqi tashlashni unutmanglar. Keskanda ham doim qizlar o'tkirroq, yaxshi qaychidan foydalanishga harakat qilinglar. Sifatsiz kesib qo'ymaydi. Yaxshi tekis kessa o'zlaringizga ham tikishda qiynalmaysizlar. Ish qurollaringiz yaxshi bo'lsa, komfort beradi, ishlaringiz tezroq bo'lishiga ham demak yordam beradi. Va nasechkasini berib ketamiz. O'tirish chizig'i. Nasechkamiz 0,5 santimetrdan oshmasin. Maksimum 0,5 santimetrga nasechka beramiz. Demak, bizda tayyor. Vitishkalarini ko'chirsak, demak tikishga tayyor. Vitishkani ko'chirish uchun, demak qizlar, mana bu joyga bulavka tiqsak, kelgan joyiga oxiriga. Bu yerda aniq bo'ladi mana qayerga kelgani. Va shunda vitishkani ham to'g'ri ko'chirib olamiz. U tarafiga ham xuddi shunaqa qilib ko'chiramiz va tikamiz. Buni olib qo'yamiz. Endi oldi qismimizni andoza bilan bichish juda ham oson. Endi buni o'zimizga ozgina tortib, tekislab, demak orqa qismini bichishda davom etamiz. Va bizda orqa qismimiz. Orqa qismimizda ham yog'ida ham, bu yog'ida ham cho'q haqi qolishini ta'minlaysizlar va pastini oldin biza tekislab olishimiz kerak. Birinchi o'chirit tekisligini beramiz. Tagida mato bor yo'qligiga ishonch hosil qilamiz. Tekis qilib chizganimizdan keyin unga 2 cm po'chasida cho'q haqi berdik. O'sha cho'q haqini chizib, demak o'shanga joylashtirishimiz kerak bo'ladi mana. Va bizda shunda mana bu tarafga ham cho'q haqi qoldi. Bulavkalab chiqamiz. Buni bunaqasiga tashlashinglar ham bo'ladi. Uning farqi yo'q. Faqat endi men mana bu tarafdan poyis uchun yaxlit joy qoldirdim. Pastini sho'dan chiqardim. Bulavkalaymiz va cho'q haqqilarni berib chiqamiz boyagidek. Обязательно lineykalar bilan ishlash shart. Lineykasiz ishlash taxminiy ish bo'lib qoladi qizlar. Bitta o'lchab, aniq tiniq ishingizga javob beradigan bo'lib qilib ishlashingiz kerak. Mana bu yog'ini ham o'lchab qilinglar. Mana santimetrga adashadigan qizlarimiz.
Endi biza santimetr bilan ko'p ishlaymani uchun endi 1 santimetrni o'lchamasdan to'g'ri chiqarib ketaveraman, lekin agar to'g'ri chiqarishga qiynalsanglar, o'lchash shart. Bo'ldi. Yetib chiqamiz. Kesib olamiz. Ishingizni hamma o'sha ishingizga kerakli narsalarni, kerakli bilimga ega bo'lsanglar qizlar, bu prosta mazza. Shunchaki ish sizlarda o'sha bosh ishlatmaysizlar, даже o'sha miya ishlatmasdan turib pul topasizlar. Ishinglarni sevib, mazza qilib, ya'ni shunchaki rohatlanish uchun ishlaganda charchamasdan mazza qilib pul topasizlar. Menda shunaqa. Men ishimni yaxshi ko'raman uchun necha soat ishlasam ham umuman charchoq sezilmaydi. Mazza qilib ishlayman. Bu tarafiga mana nasechkamizni beramiz. Bichvoldik. Yetishganni boyagidek qilib, bunda ham ko'chirib o'tkazamiz. Hop. Bizda mana oldi, orqamiz tayyor. Endi poyasini bichishimiz kerak. Poyasimizni bichish uchun mana bu lishnimizni olib tashlaymiz, bizga kerak emas. Poyasi o'zi ko'pincha qizlar bo'yidan chiqariladi. Mana bunaqasiga poyas chiqarish kerak. Bizda hozir matamiz eniga chiqyapti, shuning uchun enidan ham chiqarib qo'yaveramiz. Enidan chiqarish uchun oldin mana bu joyini birinchi tekislab chizib olishimiz kerak. Birinchi tekislab olamiz. Biz 3 santimetrli poyas qilamiz. 3 santimetrli poyasimiz demak, ya'ni buklovda bo'lsa 6 santimetr bo'ladi. Cho'q haqqi bilan o'shanda 8 santimetrli yaxlit kusok kesib olishimiz kerak. Demak, mana 8 va 8. Mana endi buni qimirlatmasdan bu hozir 2 qavat-ku. Siljitmasdan bichib olish uchun ozgina bulovkalar qilib olishimiz kerak. Bulovkalasanglar sirpanib, surishib qolmaydi bichayotganda. Poyasimiz hozircha uzunligi demak bel aylanasiga moslamadik. Uni tikish jarayonida moslanadi. Uni amaliy darsimizda, ya'ni hozir amaliyotda ko'rsatib ketaman. Demak, poyasimiz ham tayyor. Kromkachasi bor. Ozgina uni kesib tashlaymiz.
Va poyamiz ham tayyor. Buni endi tikish jarayonida davom ettiramiz. Bichib bo'ldik. Endi qolganini mashinkani yonida sizlar bilan birgalikda tikamiz. Demak, qizlar, shimimizni oldi taraf, endi vitichkalarni tikib olamiz hammasini. Demak, bizda 4 ta vitichka bor, ularni orqa tarafiga, matomiz orqa tarafiga chizib oldik. Endi vitichkalarimizni tikib chiqamiz. Demak, vitichkani kesmadik. Buklab tikib, keyin dazmollab olamiz. Tikkanda uch tarafi uchli bo'lib chiqsin. Lishni iplarimizni joyida kesamiz mana. Demak, vitichkamiz, oldi vitichkamiz tikib oldik. Bunisini ham xuddi shunaqa qilib mana chizib olganmiz, buni endi tikamiz. Faqat klassik mato bilan ishlaganingizda oldi orqasiga adashib ketib qolmanglar. Atmetka qilib doim mana. Demak, bunisini ham tikdik mana. Ikkita oldi mana bir-biriga parallel holatda bo'lishi kerak. Biz hozir gulfiklik shim qilmaymiz. Yonidan zamok qilinadigan shim qilamiz. Jenskiyda gulfiklikdan ko'ra yonidan zamochka qilingan shimlar ham chiroyli turadi oldi taraflari. Ayniqsa sal qorni bor figuralarda gulfik ham qaysidir ma'noda ob'yom berib qo'yadi. Biz faqat hozir klassik shim strelkalarini qilish, tikilishini, ketma-ketligini o'rganamiz. Va orqa vitichkamizni ham tikib oldik. Endi bunisini demak, orqa vitichkamizni ham tikib oldik mana. Orqa vitichkalarimizni tikdik. Biz hozir cho'ntaklar ishlamayapmiz. Cho'ntaklarni hamma o'zini xohishiga qarab, ya'ni vkusiga qarab, klassik variantda oldida cho'ntak bo'ladi va ayrimlar mana bu joyda orqada ham demak konvert cho'ntak yoki listichkali cho'ntaklar qilsa bo'ladi. Yonida ham qilsa bo'ladi. Demak, hozir biz tikilish strukturamizni davom ettiramiz. Endi vitichkalarimiz tikkanimizdan keyin bularni dazmollab olamiz. Dazmolda demak bu tarafga, yon bokovoy chok tarafga qarab dazmolda yotadi. Endi buni dazmollondirda dazmollab strelkalarini chiqarishimiz kerak. Demak, vitichkalarimizni dazmollab olishimiz kerak. Dazmollab olish uchun mana bunaqangi kolodka podushkalardan foydalansangizlar, vitichkalar chiroyliroq chiqadi. Demak, yon chok tarafga qarab yotqizib turib, qo'limiz bilan ozgina yordam berib, vitichkalarni demak dazmollab olamiz. Dazmollab oldik. Usti tarafdan qilmaymiz, yaltirab qolishi mumkin. Buni ham xuddi shunaqa bu tarafdan yon tarafga qarab yotqizdik. Endi keyingisini buni ham xuddi shunaqa bu tarafga dazmollab olamiz. Mana demak, dazmolladik vitichkalarimizni. Vitichkalarimizni dazmollaganimizdan keyin biza strelkasini shimimizni dazmolda chiqarib olishimiz kerak. Mana ahamiyat beringlar, hali hech qayerga chok bermadik, faqat vitichka tikdik va strelkasini chiqarishimiz kerak. Strelkasini qanaqa chiqariladi? Birinchi oldi tarafdan boshlaymiz. Mana bu oldi detalimiz. Oldi detalimizga
Demak, mana bu orqa tarafi matomizda. Bu oldi. Demak, orqani, demak, bir-biriga mana matoni orqa qismini bir-biriga taxlab, rovna baravar bo'lishi kerak. Baravar qilib taxlab olamizda. Keyin dazmolda sindirib chiqamiz. Bu taraflarni ham mana baravar qilib taxlab olamiz. Endi dazmolda strelkasini beramiz. Strelka chizig'ini chiqarish tikib bo'lgandan keyin juda ham uni chiqarish qiyin. Shuning uchun tikmasdan oldin chiqarib olsanglar, keyin tikkandan keyin orientir olish uchun osonroq bo'ladi. Shu joyda yana bitta eslatma, life hack. Mana bu bizda mana ichki chizig'imiz, dazmol chizig'i tushdi-ku, shu chizig'imizni ichiga oddiy qo'l sovun, atir sovunni ozgina surib, keyin yana qaytib buni ustidan dazmol bossanglar, bu to shimni kiygan odam yuvilguncha strelkasi ochilib ketmaydi, rahi. Bu o'sha voyenniylarda shu shimma strelkasi joyida zo'r turib berishi kerak bo'lgan holatlarda ko'pchilik shunaqa qilib dazmollab ishlatadi. Keyin klientlar so'raydi, nima uchun sizlar dazmollab bersanglar ochilib ketmaydi-da strelka, uydagilar dazmollab bersa strelkasi bir kiyganda ochilib ketadi deydi. O'sha sovun surtsangizlar, sovunda ozgina qotish bo'ladi-da, mana bu joyi yuvmaguncha ochilmaydigan holatda sinadi dazmoldan. Bu tarafini ham qilib tepasini. Mana bu yeri bir xil bo'lsa, baravar bo'lsa bo'ldi. Bu tarafini ham olib ketamiz. Demak, endi orqa tarafini strelkasini chiqarib olamiz. Orqa tarafini ham xuddi shunaqa. Demak, bu matoni orqa qismi mana bir-biriga yopamiz va o'ngidan dazmollaymiz. O'ngi tarafidan rovna qilib bir xil qilib mana endi dazmolimizni bosamiz. Strelkamizni yaxshi chiqishini yana bitta yo'li, demak, mana bu cho'pli kolodkalardan foydalanish. Demak, bu bosganimizda press bo'lib soviydi. O'sha qanaqa holatda, tekis holatda qolsa, o'sha holatda soviydi. Issiqlikni parda olganimizdan keyin bu yana ozgincha ko'tariladi. O'sha ko'tarilishda mana bu bilan bosamiz. O'shanda boshqacharoq chiqadi mana formasi. Tekisligi boshqacha chiqadi. Hozir buni kolodka bilan ishladik, cho'pli kolodka bilan. Mana bunisida ishlangani yo'q edi. Bu bilan buni ozgina farqi bor mana. Bunda qirraliroq, boshqacharoq chiqdi. Bunda sal yoyuqroq. Shu farqini ko'rishinglar uchun bittasida qilmadik, bittasida qildik. Endi dalshi polni xuddi shunaqa qilib strelkamizni chiqarib olamiz. Mana bu bilan ketidan bosamiz. Keyin dalish oxirigacha xuddi shu tartibda, demak, dazmollab orqa strelkamizni chiqarib oldik. Demak, mana bu shimimizni orqa strelkasi va oldi ham chiqdi. Endi ikkala qolgan paralarini ham xuddi shunaqa qilib dazmollab turib, keyin tikamiz. Demak, qizlar, endi overlock qilib olishimiz kerak. Klassik shimda choklari yorib, ikkiga ajratib dazmollanadi. Shuning uchun chok berishdan oldin, to'g'ri chokda urishdan oldin hamma yog'ini, ya'ni 4 ta tarafini ham biz overlock qilib olishimiz kerak. Endi overlock qilamiz.
Demak, hozir xuddi shunaqa qilib hamma yog'ini averloq qilib oldik. Mana endi tikib chiqamiz. Birinchi bo'lib yon chokidan boshlaymiz tikishni. Demak, oldini bitta oldin, bitta orqa qo'yib turib, yon chokini 1 santimetrda primoy strochkada demak urib olamiz. Xo'p, demak qizlar, mana orqa tarafini tagiga qo'yib, ustiga oldini qo'yib tikamiz har doim. Demak, shimni katta qismi pastda turadi, oldi qismi kichkina tarafi ustida tikiladi. Endi mana bu joyda yon chokini 1 santimetrga to'g'ri qilib tikib chiqamiz. Chokimizni qadamini kichkinaroq qilib qo'yasizlar, chunki bitta strochka o'tamiz. Zakripka beramiz va tikib boshladik. Bo'ksa chizig'ini yoki o'tirish chizig'ini to'g'risidan bulavkalar bosanglar ham bo'ladi agar qiynalsangizlar. Mana bizda hozir mana tizza chizig'ida atmetkamiz bor. Shu atmetkamizga kelishi kerak. Shunaqa kontrolni tochkalarini bulavkalar bosangizlar ham bo'ladi, qiynalmaslik uchun. Tikayotgan paytimiz, demak, ikkita detalimiz bir-birining ustiga rovna turishi kerak. Pastgacha polni tikib olamiz. Mana tikib oldik. Bulavkamizni olamiz. Oshiqcha iplarimizni kesamiz. Mana bizda demak tayyor. Endi buni orasini ochib dazmollashimiz kerak. Va narigi tarafini ham xuddi shunaqa qilib tikib olamiz. Faqat ikkinchi yon tarafimizga biz zamok qo'yishimiz kerak. Pataynoy, ya'ni ko'rinmas zamok qo'yib yorishimiz kerak bel qismiga u tarafini. Bu tarafini oddiy holatda tikib oldik. Endi buni orasini ochib dazmollab turib, keyin qolgan joylarini tikamiz. Demak, dazmollashdan oldin orasini biz ochib dazmollashimiz kerak. Undan oldin tekis holatida o'zini birinchi prosta dazmollab olamiz. Fasadkalari ochilishi uchun. Shunchaki dazmollab olamizda, undan keyin demak orasini ochib dazmollaymiz. Chokimizni orasini qo'limiz yordamida ochib beramiz. Tekis joyini, demak tekis stolimizni o'zida qilsak bo'ladi. Qilib olamiz. Bo'ksa qismiga kelgan joyini biz kolotkada qilishimiz kerak. Va podushkamizni olamiz. Podushkamizni qo'yib, mana bo'ksa qismini podushkaga yotqizib davom ettiramiz. Qo'llaringiz bilan mana bunaqasiga sal ochib bermasangiz, orqa tarafida taxlamlar tushib qolishi mumkin. Bu tarafini ham demak dazmollab oldik. Endi ustki tarafidan ham dazmollasak bo'ladi. Ikimiz hozir ustki tarafidan dazmollamaymiz.
Chunki o'sha choq tushgan joy o'zi yaltirab qolishi mumkin. O'zi shundoq ham mana yaxshi ochilib berdi. Dazmollash shart emas. Agar yaxshi ochilmagan bo'lsa, ustidan 2 qavatli doka bilan yana bitta dazmollab olsa ham bo'ladi. Xo'p, bitta taraf yonchoqini tikib oldik. Endi ikkinchi taraf yonchoqini tikishimiz kerak. Biza yonida ko'rinmas zamok, ya'ni потайной zamok qo'yiladigan variantda ishlayapmiz, gulfiksiz. Demak, bu variantimiz ham ko'p qo'llaniladi. Biza hozir mana bu joyiga ko'rinmas zamogimizni o'rnatib turib, keyin bu tarafini tikib ketishimiz kerak. Men sizlarga hozir ko'rinmas zamok qo'yish tartibini ham ko'rsatib ketaman, fursatdan foydalanib. Demak, biz 2 santimetrli flizering kesib olamiz va zamok qo'ymoqchi bo'lgan joyimizga buni demak yopishtirib olamiz dazmolda. Xo'p. Demak, yopishtirishimiz kerak. Har qanaqa zamokni qo'yishdan oldin orqasiga flizering yoki dublering yopishtirib olsangizlar, bu shu zamoklari yoki motorlari siljib ketmasligi uchun yordam beradi. Buni keyin olib tashlasak ham bo'ladi. Agar xunuk ko'rinib qoladigan bo'lsa orqa tarafida, zamokni qurib bo'lgandan keyin olib tashlasak ham bo'ladi. Shuning uchun lehkiyroq yopishtiryapman. Yopishtirib oldik. Endi bunga ko'rinmas zamogimizni quramiz. Zamok qurib, pastini ham 0,1 chokda demak tikib olamiz. Demak, endi потайной zamogimizni olamiz. Demak, mana bu joyga biz buni o'rnatishimiz kerak. Buni birinchi demak, mana bu joyimizda 1 santimetr chok uchun qoldiramiz va o'sha choq joyidan boshlab qurishimiz kerak. Ya'ni bizda mana bu joyda zamokimizni plastmassachasi bor, stopi bor. Потайноyimizni o'sha stopchasi demak qirqilib ketishi, choq orasida qolib ketishi kerak emas. Shunga kelib mana bu to'xtash kerak. Ya'ni 1 santimetr choq haqqi uchun qoldirgan joyimizga shu demak stopchasi tormozi to'g'ri kelishi kerak. Bunday joylashtirganimizda mana потайной zamokni demak bu usti biz mana bu tarafdan tikamiz. O'sha 1 santimetrga moslab qo'yib olamizda. Birinchi bu tarafiga zamokimizni demak oddiy lapkada tikamiz ilgancha. Временный tikiladi bu hozir. Prosta joyini qotirib olish uchun. Shunaqa qilib tiksanglar, bu 2 ish bo'lmaydi, bittada chiqadi. Endi bu zamogimiz ozgina uzunroq ekan. Biz o'zimiz qo'yishimiz kerak bo'lgan joyigacha qo'yib olamiz. Bizga yetadi, 20 santimetrdan oshiqroq qo'yib oldik. Endi u tarafiga ham qo'yishimiz kerak. Mana bu tarafiga naborotiga qo'yishimiz kerak. Shu joyda biz atmetka qo'yamiz hozir. Zamochkamizni yopamiz. Sizlarga osonroq yo'li. Zamochkamizni yopib, mana bir xil joyga kelishi uchun mana teng o'rtasiga atmetka qo'yamiz. Mana teng o'rtasi, primerniy o'rtasidan kesiqcha beramiz. Mana bu bilan buni to'g'rima-to'g'ri bo'lishi va zamokni oxiri kelib qolgan, unisida ham to'xtashimiz kerak bo'lgan joyga ham mana demak shu joyga kelganda to'xtaymiz. Endi uni bu tarafga ham xuddi shunaqa tartibda ulab olamiz mana. 1 santimetr tepadan qoldiramiz choq haqqi uchun va tikib boshlaymiz. Mana bu kesiqchamiz matonimizni kesishgan joyiga bu ham kelishi kerak. Tikib olib kelamiz.
mana shu yergacha demak to'xtaydi kelib. Endi tikib olganimizdan keyin zamokimizni yopib ko'ramiz. Demak, tepa tarafimiz bir xilmi yo'qmi tekshirish uchun. Demak, bir xil bizada. Endi tugagan joyimiz ham hozircha bir xil. Endi buni zakritsi qilib, zamok lapkada buni tagidan qotirib chiqishimiz mumkin. Endi lapkamizni alishtirib olishimiz kerak. Demak, lapkamizni olamiz va bizda mana bunaqangi pataynoy zamoklar uchun maxsus lapka bor. Bu ishimizni osonroq qilib va sifatini yaxshiroq qilib beradi. Men shuni qotirib olamiz. Bu lapkalar o'zi qimmat turmaydi, lekin ishimizni anchagina sifatli va osonroq qilib beradi. Endi buni lapkamizni o'zini mana ikkita shu zamok kirishi uchun maxsus ariqchasi bor. Shu oralig'iga birinchi tarafiga demak qo'yib, qo'limiz bilan salgina bosib, taqqalgan holatda maydaroq chokka qo'yib, tikib olib kelamiz. Bizga kerakli joygacha tikib kelib, zakripkada demak chiqamiz. Va bu tarafdagi lishniy bilan kesamiz. Keyingisini keyingi tarafdagi o'zini maxsus joyiga olib borib, yana qo'limiz bilan ozgina yordamlashib beramiz. O'zi pataynoy zamok tikish 5 daqiqaga bormaydi, lekin shuni ko'pchilik yo'lini bilmaganligi uchun qiynaladi. 1 soat, 2 soatlab qayta uni so'kib, avoragarchilik qilib tikadida, keyin zamok tikishga to'g'ri kelib qoladigan joyda zamokli narsani tikmay qo'ya qoladi. Endi buni biz hozir yopib olamiz. Mana yaxshi chiqdi. Endi pastki tarafini yarimtali lapkada, bunaqangi yarimtali lapkada olib ketsak, o'sha joyi ulangan zamok bilan zamok tugagan joyi chiroyliroq, akkuratniroq chiqadi. Yarimtali lapkamizni qo'yamiz. Yarimtali lapka ko'p joyda, ko'p narsada kerak bo'ladi. Menimcha hamma tikuvchilarda bo'lsa kerak. Endi qaranglar, mana bu joygacha biz tikib kelganmiz. Mana kelib qolgan joyidan 1-1,5 sm tepadan boshlab tikishimiz kerak. Yarimtali lapka bizga mana shu uchun kerak bo'ladi. Chunki butun lapkamiz zamokning ustiga chiqmaydi-da, yonroqdan tikib sifatini buzib qo'yadi. Mana buni zamokka maksimum taqab 1-1,5 tepadan pastga qarab tikib tushamiz zakripka bilan. Shu joyda to'xtab yana lapkasini almashtirib olamiz, chunki yarimtali lapka yaxshi bosib bermaydi. Akkuratni chiqishi kerak bo'lgan joyda ozgina pasatkaga yig'ib qo'yish ehtimoli bor. Endi mana bu joyni ko'rishingiz mumkin. Mana zamok tugab chok boshlangan joyda hech qanaqa kamchiliklarsiz chiqadi. Endi lapkamizni alishtirib olamiz yana.
oddiy lapkamizni qo'yib olamiz. Demak, oddiy lapkamizni qotirib qo'ydik. Endi davomini o'sha 1 sm cho'k berishimiz kerak edi. O'sha joydan davom ettiramiz. Demak, yarimtali lapkadan postoyanniga foydalanib bo'lmaydi. Endi mana bizda tizza chiziqlarda mana nasechkalar bor edi, mana rovna kelib berdi mana bir-biriga. Pastgacha shu tariqa tikib, keyin uni ham birinchisini yonini qanaq dazmollagan bo'lsak, xuddi shu tartibda buni ham dazmollab olamiz. Mana bizda shu cho'k paytidagi lishniy iplarni joy-joyida kesib ketamiz. Oshiqchasini. Demak, mana bu bizda tayyor bo'ldi. Demak, mana yonimiz. Endi oldi o'rta va orqa o'rtalarni yig'ib, pastki poycha qismlarini tikib, eng oxirida po'ysini qurib olamiz. Demak, qizlar, mana dazmollab tayyor qilib oldik. Endi og'larini tikamiz. Demak, oldinni oldiga qilib primoy strochka berib olamiz, orqasini orqasiga qilib to'g'ri cho'k berib olamiz. Demak, oldini oldiga qilib yig'yapmiz mana. 1 sm cho'k bergan, cho'k haqi berganmiz, shu 1 sm bo'ylab tikib kelamiz. Klassik shimni hamma har xil uslubda tikadi. Men o'zim ham har xil uslubda tikaman. Müller i Sin metodikasini shim tikilish texnologiyasi umuman boshqacha farq qiladi. Oddiy metodikalarni tikilishi undan boshqacharoq. Demak, orqasiga ko'proq metodikalarda oddiyroq uslub o'rgatilgan, ko'p metodikalarda. Müller i Sinda dazmol bilan ishlash sirlariga, dazmolda o'sha qilinadigan, dazmolda beriladigan effekt joylari juda ham ko'p. O'shanisi bilan menga yoqadi. Men o'zim hozir sizlarga o'rgatayotgan shim tikilishi bilan ancha yil o'zim ham shu yo'nalishda ishlaganman. Hozir ham kilotroq oddiy modellar bo'ladigan bo'lsa shunaqa ishlayman. Asosan Müller metodikasining texnologiyasi bilan ishlanganda u boshqacha effekt beradi. U ko'proq torroq modellardagi xuddi tikilish sistemasi texnologiyasi mushskoy shim tikilish texnologiyasiga o'xshaydi. Demak, mana orqa og'ini ham, old og'ini ham demak tikib oldik. Endi buni ham orasini ochib dazmollab, undan keyin demak biz mana bu joyda mana cho'k ochib dazmollagandan keyin poycha qismlarini bu tarafdan bu tarafga qarab polniy birlashtirib yopib olamizda, uni ham ochib dazmollaymiz va oxirida bizda po'ysi quriladi. Hozir esa og'larimizni dazmollab olamiz. Demak, qizlar, oldi taraf og'ini va orqa taraf mana og'larini tikib dazmollagandan keyin demak mana poychasini bitta qilib mana tikib buni ham ochib dazmollab oldik. Endi buni o'ngini qilamiz.
qanaqa chiqqanini ko'ramiz. Demak, mana shimimiz tayyor почти. Mana shunaqangi holatda chiqdi. Endi poyasini quramiz, xolos. Demak, qizlar, poyasini tikishimiz kerak. Endi poyasini tikishimiz uchun biz filizering yoki dublering yopishtirib olishimiz kerak. Poyasimizga mos qilib. Yaxshilab yopishtirib olasizlar. Demak, poyasimiz tekis holatda bichildi. Yaxshilab yopishtiramiz. Davomiga ham hozir bizda ixtiyoriy uzunlikda olingan edi poyasimiz. Uni o'zimizga kerakli qismini keyin kesib tayyor qilib olamiz belimizga moslab. Demak, mana demak, dazmollab mana filizering yopishtirib oldik. Endi bizga mana shunchasi yetadi. Endi buni buklagan holatda dazmolda sindirib olishimiz kerak. Mana bu kerak emas, lishnimizni kesib olamiz. Dazmol baravar qilib dazmolda sindirib olamiz. Xo'p, demak, mana dazmollab sindirib oldik, mana ikkita tarafini. Endi bu hozir bizda qizlar tekis holatda, lekin bizning belimiz bunaqa tekis emas, mana bunaqa tekis holatda emas. Belimiz demak aylana, shu aylanaga mos bo'lishi kerak poyasi. Endi buni chok tushadigan tarafini cho'zishimiz kerak. Bu tarafini ozgina kirishtirib yoysimon holatda qilib olishimiz kerak. Mana dazmolda qilamiz uni. Любой material cho'ziladi. Maksimum cho'zasizlar, maksimum. Faqat chok tushadigan tarafi cho'ziladi. Chok tushmaydigan tarafini kirishtirishga harakat qilamiz. Belda chiroyliroq turishi uchun. Mana tekis edi-ku, hozir mana sal qayildi. Yana ham qayramiz. Demak, shu tarzda maksimum qayrib olasizlar. Mana oddiy tekisdan qayrilganroq holatga keldi. Mana bundan ham qayriladi. Ayrim materiallar bizning matomiz umuman cho'zilmaydi uchun qayrilish darajasi kamroq bo'ladi, lekin baribirga ham qayriladi. Cho'zilishi yaxshiroq materiallar bundan ham egiluvchanroq bo'ladi, yoysimonroq chiqadi. Bizaniki endi maksimum chiqqan holatida qilamiz. Bu tarafini ham xuddi shunaqa qilib, demak, dazmolda cho'zib olamiz, aylantirib. Chokda ham chiroyli chiqadi. Chok tushadigan tarafi.
Xo'p, shu tariqa demak cho'zib olasizlar hamma tarafini. Keyin buni bizda hozir tikishimiz kerak. Ikkalasini bitta qilib overlock qilsak bo'ladi qizlar. Overlock hamma joyini overlock bilan ishladik, overlock qilsak ham bo'ladi. Yoki bitta tarafiga kantovka bilan обработка qilib turib, bitta tarafini tanaga tikib yopib yuborsak bo'ladi. Yoki bitta tarafini buklab turib, biz o'zimizga tayyor qilib olib, ikkinchi tarafini tanaga ulasak bo'ladi. Biz hozir overlock bilan ishlaganimiz uchun buni ham ikkalasini qo'shib overlock qilib tikamiz. Demak, qizlar, endi poyezimizni qurishni boshlaymiz. Orqa tarafidan boshlayapman. Orqa tarafidan, demak, mana bu joyni biz bitta tarafini emas, ikkita tarafini ham hozir qo'shib tikmoqchimiz. Mana bunga qo'shib tikkanimizda mana bu yerini обработкасini qilib ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana oldin mana buni tikib tayyor qilib olamiz. Bitta tarafini tikib tayyor qilib tayyor bo'lgandan keyin biz overlock qilib ketsak bo'ladi. Mana bu joydan to'g'ri chok berib ketsak bo'ladi. Bu mana bunaqa holatda chiqib beradi keyin bizga. Demak, har xil uslubda qilsanglar bo'ladi buni обработкасini, bel poyasini. Biz hozir oddiyroq uslubdan foydalanamiz. Chunki shimimiz o'ta sложный emas. Shuning uchun oddiyroq uslubda tikamiz. Mana bu joyimizni ozgina buyoqdan qo'yishimiz kerak. Zamok itarib boradi qizlar. Shuning uchun zamokli joyga ehtiyotkorroq bo'lib tikinglar. Lapka zamok ustiga chiqmaganligi sababli ozgina ustki qismini itaradi. Keyin rovnamiz sal bundoqroq tushib qolishi mumkin. Demak, endi tikishni boshlaymiz. Pastani demak sal pastni tortmaysizlar qizlar. Chunki tanamizni umuman tortib tikish kerak emas, beli kattalashib ketib qoladi. Iloji boricha umuman tortmanglar pastini. O'z holatida tikilaversin, даже sal yediribroq tikkandek qilsanglar ham bo'ladi. Ya'ni bu bizning belimizga katta bo'lib ketib qolishi mumkin o'sha tikish jarayonini o'zida yo'q. Shuning uchun pastni demak tagini umuman tanamizni tortib tikmanglar. Nabrot poyez sal tortibroq, tagini bo'shroq berish kerak. O'shanda chiroyli narsa bo'lib chiqadi. Mana shu joyimizga kelganda bizda ustiga tugma qilib tikib qo'yamiz. Mana buni tugma uchun biz 3-4 cm dan keyin buni kesib olishimiz kerak. Hozir mana shu joyda to'xtab, o'zimizga kerakli joyigacha aniqlab, demak mana hozir bu tarafimiz chiqdi mana. Orqasi bu oldi mana tayyor bo'lib chiqdi. Biza mana bu joyimizda mana tugma bo'ladi. Tugma bu tarafga o'tib turishi kerak. 3-4 cm qoldirib, demak o'lchab, hozir kesib olamiz. Shu joyda o'zimizga keraklisini. Demak mana o'zimizga kerakligini demak kesib oldik va xuddi mana buni обработка qilib olganga o'xshab buni ham o'sha joydan demak uchki qismini
obrobotkasini qilib olishimiz kerak. Mana demak qilib oldik. Va tikishda davom etamiz qolgan joyda. O'shaning uchun ham kesib tashlamadik-da boya lishnisini. O'zimizga kerakli joygacha olib kelib, keyin kesamiz uchun. Demak, mana shu holatda bo'ldi mana bizda. Bu yog'i endi avelloda обработка qilib, keyin ustidan strochka beriladi mana. Xohlasak bu mana tagiga kirib turadi, oxirigacha yopilganda mana. Tagidan bunga tugma bo'ladi, bunga petля bo'ladi. Mana bunaqasiga turadi. Yon tarafi. Mana. Va hozir buni ichki qismini avello qilib, ustidan mana bu tagidan bitta strochka o'tsak bo'ladi. Eng tagidan taqab o'tmas ekan bo'ladi. Endi hozir avellosini qilamiz. Mana bu cho'qqimizni va bizda pastki qismimiz bor. Demak, poycha qismimiz bor. Mana poycha qismimizni обработкасini qilsak, shunda bo'ladi. Demak qizlar, mana shimimiz tayyor bo'ldi. Besprimerka holatda manekenni o'lchamini olib turib, biz sizlar bilan birgalikda mana etap-metap qilib tikib oldik. Mana ko'rishinglar mumkin. Umuman o'lcham olish uchun qayta kiydirilgani yo'q. Mana o'zlaringiz guvohliklaringizda mana tikildi. Tez va oson usulda tikilishini imkon qadar o'rgatdim. Mana orqalari turishini ko'rishinglar. Hech qanaqa zavom, taxlamlar, hech narsa yo'q. Va poyezlarini ko'rsataman mana. Bel poyezlari. Orqalari ham mana yopishib turibdi poyezlari. Mana oldi taraflari. Qomatda hali bundan ham chiroyli turadi. Bu maneken hali ham qomatda bundan-da ajoyib turadi. Sizlar ham tikib ko'ringlar. Tikib ko'rganlaringizdan keyin rasmlarini yuborishni unutmanglar.